الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Shunday qilib, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning siratlarini o'rganishni davom ettiramiz. Shu munosabat bilan u zotning nasablari haqida ham so'z yuritamiz. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning nasablari haqida turli rivoyatlar kelgan. Ba'zi hadislarda nasab ma'lum bir ajdodgacha zikr qilinadi. Ayrimlarda esa undan ham uzunroq davom ettiriladi. Hatto ba'zi rivoyatlarda nasab silsilasi Hazrat Odam alayhissalomgacha yetkaziladi. Inshaalloh keyinroq bu rivoyatlarning barchasini batafsil ko'rib chiqamiz. Qaysilar sahih, qaysilar zaif, zaiflik darajasi qanday va bu borada muhaddislarning baholari nimalardan iborat ekanini ham muhokama qilamiz. Ammo bir masalada hech qanday shubha yo'q. Hazrat Odam alayhissalom butun insoniyatning otalaridir. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nasablari ham barcha insonlarning nasablari kabi oxir-oqibat Odam alayhissalomga borib taqaladi. Ba'zi odamlar nasabning keyingi bo'g'inlari haqidagi rivoyatlarni sahihligi ustida bahs yuritadilar. Ammo Odam alayhissalomga borib taqalishi haqida bahs bo'lishi mumkin emas, chunki barcha insonlarning asl nasabi Odam alayhissalomdan boshlanishi Qur'on va islom aqidasi bilan qat'iy sobit bo'lgan haqiqatdir. Endi Odam alayhissalom haqida ham qisqacha to'xtalamiz. Garchi darsimizning asosiy mavzusi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bo'lsa-da, u zotning nasablari Odam alayhissalomdan boshlangani uchun bu mavzuga ham zarurat yuzasidan to'xtalib o'tamiz. Bu yerda bir muhim masalaga aniqlik kiritib o'tishni istayman. Bizning maqsadimiz sizlarni shunchaki qiziqtirish yoki tarixiy voqealarni hikoya qilib berish emas. Asosiy maqsadimiz to'g'ri dinni o'rgatish, islom aqidasini bayon qilish va bugungi kunda musulmonlar duch kelayotgan ayrim shubhalarga Qur'on va sunnat asosida javob berishdir. Afsuski zamonamizda iymoni zaiflashgan va dinida sobit tura olmaydigan ayrim kishilar odamlarning bosimi ostida islom ta'limotini turlicha talqin qilishga urinmoqda. Xususan evolyutsiya nazariyasi haqida gap ochilganda ular balki Odam alayhissalom birinchi inson bo'lmagandir, undan oldin ham boshqa odamlar yashagandir degan da'volarni ilgari suradilar. Bunday gaplarning barchasi mutlaqo noto'g'ridir. Chunki bu masalada bizning mezonimiz insonlarning taxmini yoki ilmiy farazlar emas, balki Alloh taoloning vahyidir. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Ey insonlar, sizlarni bir jondan, bir insondan yaratgan Parvardigoringizdan qo'rqingiz. Shunday ekan insoniyatning boshlanishi maymunlardan, boshqa mavjudotlardan yoki qandaydir noma'lum turlardan emas, balki bir inson Hazrat Odam alayhissalomdan boshlangan. Alloh taolo buni o'z kitobida ochiq bayon qilgan. Mo'min kishi uchun esa Allohning xabari har qanday nazariya va taxmindan ustundir. Alloh taolo ana shu bir inson Odam alayhissalomdan uning jufti Havvoni yaratdi. So'ng ikkovlardan butun insoniyatni tarqatdi. Demak, insoniyatning kelib chiqishi neandertallar yoki boshqa mavjudotlardan boshlangan degan da'volarning islom aqidasida asosi yo'q. Bizning mezonimiz Qur'on va sahih dalillardir. Qur'onda bu masala ochiq bayon qilingan ekan, uni turli taxmin va nazariyalarga moslashtirish joiz emas. Alloh taolo bizni bir inson Odam alayhissalomdan yaratdi, undan esa uning jufti Havvoni yaratdi va shu ikkisidan butun insoniyatni vujudga keltirdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham ana shu muborak nasabning bir bo'g'inidir. U zot sallallohu alayhi va sallam barcha odam farzandlarining sayyididir. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning fazilatlarini sahih rivoyatlar asosida bilishimiz, u zotni chin dildan sevishimiz va ulug'lashimiz lozim. Ortiqcha mubolag'a ham, haqqlarini kamaytirish ham to'g'ri emas. Bu borada mezon Qur'on va sahih sunnatdir. Imom Muslim rivoyat qilgan sahih hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday marhamat qilganlar: Men qiyomat kunida odam farzandlarining sayyidiman. Qabrdan birinchi bo'lib chiqariladigan, birinchi shafaat qiladigan va shafaati birinchi bo'lib qabul qilinadigan ham men bo'laman. Sahih Muslim. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamning vazifalari Alloh taolo vahiy qilgan haqiqatni odamlarga to'liq yetkazish edi. Ba'zan ayrim kishilar bunday fazilatlarni zikr etishni maqtanish deb tushunishlari mumkin. Holbuki Alloh taolo rasuliga nimani yetkazishni buyurgan bo'lsa, u zot uni yashirmay bayon qilganlar. Bu maqtanish emas, balki risolat vazifasining bir qismi edi. Shu bilan birga Rasululloh sallallohu alayhi va sallam nihoyatda kamtar zot edilar. U zot hech qachon o'z maqomlari bilan faxrlanmaganlar, odamlarga kibr bilan qaramaganlar.
Aksincha, Alloh taolo ato etgan ulug' martabani tavozi bilan qabul qilib, ummatlariga yetkazganlar. Oldingi darsimizda Odam alayhissalomning yaratilishlari haqida qisqacha to'xtalgan edik. Bugun bu mavzuni yana eslashimning sababi ummat orasida uchrab turadigan ayrim foydasiz bahs-munozaralarga e'tibor qaratishdir. Ba'zi kishilar bir irqni boshqasidan ustun, bir xalqni boshqasidan afzal deb da'vo qiladilar. Holbuki bunday da'volarning islomda asosi yo'q. Axir barchamiz bir ota Odam alayhissalom va bir ona Havo alayhissalomning farzandlarimiz. Qaysi millat yoki qabiladan bo'lishimiz, qaysi tilda so'zlashimizdan qat'iy nazar barchamizning ildizimiz bitta. Shunday ekan, nasab yoki irq sababli bir-birini kamsitish islom ta'limotiga mutlaqo ziddir. Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratganida yer yuzida undan boshqa inson yo'q edi. Shu sababli butun insoniyat islom, ya'ni tavhid aqidasi ustida edi. Odam alayhissalomdan boshlangan insoniyatning dastlabki avlodlari Allohga yolg'iz o'zigagina ibodat qilar, unga hech narsani sherik qilmas edilar. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Odam alayhissalom bilan Nuh alayhissalom orasida 10 ta avlod bo'lib, ularning barchasi tavhid ustida edilar. Bu rivoyatni Hokim Al-Mustadrakda, Ibn Abi Shayba Al-Musannafda va boshqa muhaddislar rivoyat qilgan. Subhanalloh, mana shu insonning asl fitratidir. Alloh taolo insonni tavhid ustida yaratgan. Islom inson uchun tabiiy va asl din hisoblanadi. Shuning uchun biz Alloh taolo nozil qilgan dindan boshqa biror dinni haq deb e'tirof etmaymiz. Bu bizning shaxsiy qarashimiz emas, balki Alloh taoloning hukmidir. Alloh taolo o'z huzurida maqbul bo'lgan yagona din islom ekanini bayon qilgan. Shuning uchun ham insoniyatning dastlabki avlodlari yahudiylik, nasroniylik, hinduizm yoki boshqa dinlar ustida emas, balki islom ustida yashaganlar. O'sha ilk avlodlar solih kishilar edilar. Ular orasida hali shirk tarqalmagan, aroqxo'rlik, zino va shunga o'xshash katta gunohlar odat tusiga kirmagan edi. Bu haqda keyinroq yana to'xtalamiz. Muhimi shuki, islom Rasululloh sollallohu alayhi va sallam bilan boshlangan yangi din emas, aksincha barcha payg'ambarlar da'vat qilgan yagona haq din islomdir. Endi bir masala paydo bo'ladi. Yer yuzida faqat Odam alayhissalom va Havo alayhissalom bor. Alloh taolo Odam alayhissalomni yaratdi, undan esa uning jufti Havvoni yaratdi. Ularning farzandlari dunyoga kela boshladi. Ammo ularning turmush qurishi uchun boshqa urug' yoki qabila yo'q edi. Insoniyat ko'payishi zarur edi. Bu masalada ulamolar o'rtasida ayrim tafsilotlar ixtilofi mavjud. Men kuchliroq deb bilgan rivoyatni zikr qilaman. Ibn Kasir rahimahulloh Ibn Abbos roziyallohu anhudan keltirgan rivoyatga ko'ra, bu haqida Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan sahih hadis mavjud emas, balki bu sahobalardan rivoyat qilingan xabarlardandir. Ulamolar bu borada ikki xil fikrni zikr qilgan bo'lsalarda, ular o'rtasida zidlik yo'q. Kuchliroq qarashga ko'ra, Havo alayhissalom har homiladorligida egizak, bir o'g'il va bir qiz farzand dunyoga keltirganlar. Keyingi homiladorlikda ham yana bir o'g'il va bir qiz tug'ilgan. O'sha davrda bir homiladorlikdan tug'ilgan egizaklar o'zaro nikohlanmagan, balki bir homiladorlikda tug'ilgan o'g'il keyingi homiladorlikda tug'ilgan qizga uylantirilgan. Shu tariqa Alloh taoloning hikmati bilan insoniyat nasli davom etgan. Bu yerda yana bir muhim jihatga e'tibor qaratish lozim. Alloh taolo insoniyat naslining davom etishini mana shu tartib bilan iroda qilgan edi. Odam alayhissalom nafaqat insoniyatning ilk otasi, balki Allohning payg'ambari ham edilar. Shu bois farzandlarini kim bilan nikohlash masalasida qaror chiqarish huquqi o'zlariga berilgan edi. Alloh ato etgan hikmat va vahiy asosida ular qaysi o'g'il, qaysi qizga uylanishini belgilab berar. Farzandlar esa bu hukmga itoat qilar edilar, chunki bu Allohning amri bo'lib, insoniyatning ko'payishi uchun joriy qilingan maxsus hukm edi. Biroq vaqt o'tishi bilan bir sinov yuz berdi. Odam alayhissalomning o'g'illaridan biri otasi o'zi uchun belgilab bergan qizga uylanishni istamadi. Shu tariqa inson qalbidagi nafs va shahvatning ta'siri ilk bor namoyon bo'la boshladi. Ba'zan Alloh subhanahu va taolo inson uchun eng yaxshi bo'lgan narsani taqdir qiladi, biroq inson o'z nafsiga ergashib, bu hikmatni anglay olmaydi va itoatsizlik qiladi. Bu voqeadan bugungi yoshlar ham muhim ibrat olishlari kerak. Agar ota-onalar farzandlari uchun Qur'on va sunnat mezonlariga muvofiq, diyonatli va solih oiladan bo'lgan insonni tavsiya qilsalar, odatda ular farzandining manfaatini ko'zlagan bo'ladilar. Albatta bu faqat ularning tavsiyasi va tanlovi. Allohning kitobi hamda Rasululloh sollallohu alayhi va sallamning sunnatiga muvofiq bo'lgan taqdirdagina to'g'ridir. Agar ota-ona farzandini Qur'on va sunnatga zid ishga majbur qilsa, bunday holatda ularga
itoat qilinmaydi, chunki islomda hech bir bandaga itoat Alloh va rasuliga itoatsizlik qilish hisobiga bo'lishi mumkin emas. Demak, ota-onaning tanlovi Qur'on va sunnat chegarasida bo'lsa, farzand bunga jiddiy e'tibor berishi va imkon qadar itoat qilishi lozim. Xuddi shunday, Odam alayhissalom ham Allohning payg'ambari sifatida farzandlari uchun eng yaxshisini istar edilar. Ammo o'g'illardan birining nafsi ustun keldi va u otasining hukmiga rozi bo'lmadi. Bu voqea tafsilotlarini Ibn Kasir rahimahulloh sahobalardan rivoyat qilingan xabarlar asosida zikr qilgan. Bu tafsilotlar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan sahih hadis bilan sobit emas, balki tarixiy rivoyatlarga tayanadi. Rivoyatlarga ko'ra, Odam alayhissalom Qobil va Qobilga bu masalada hukmni Alloh taologa havola qilish uchun qurbonlik taqdim etishni buyurdilar. O'sha davrda qurbonlik qabul qilinganining alomati bugungidan boshqacha edi. Inson Alloh uchun qurbonlikni taqdim etar, agar u qabul qilingan bo'lsa, bir olov kelib uni kuydirib yuborar edi. Bu Alloh taoloning qurbonlikni qabul qilganining belgisi hisoblanardi. Bugungi shariatda esa buning hukmi boshqacha. Biz qurbon hayti yoki boshqa ibodatlarda qo'y, echki, qoramol yoki tuya so'yamiz va uning go'shtidan o'zimiz ham yeymiz. Kambag'allarga ham ulashamiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ummatiga bu Alloh taoloning yengilligi va ne'matlaridan biridir. Ammo Odam alayhissalom davrida bunday emasdi. Agar qurbonlik Alloh huzurida maqbul bo'lgan bo'lsa, u to'liq olov tomonidan kuydirilib, undan hech kim foydalanmas edi. Qurbonlik qabul qilingandan keyin unda hech kim foydalana olmasdi. Bu avvalgi ummatlarning shariatlari bilan bizning shariatimiz o'rtasidagi farqlardan biridir. Shundan so'ng Qobil va Qobil ham Alloh taologa qurbonlik taqdim etdilar. Qobil chorvador edi, Qobil esa dehqonchilik bilan shug'ullanardi. Demak, o'sha davrning o'zidayoq insonlar turli kasb hunar bilan kun kechirganlar. Shunday qilib, Qobil ekinzorga bordi, hosilni ko'zdan kechirdi. U yerda eng sifatli, o'rtacha va sifatsiz hosillar bor edi. O esa ichida baribir bu qurbonlik kuydirib yuboriladi. Undan menga hech qanday foyda yo'q deb o'yladi va eng yomon sifatsiz hosilni qurbonlik uchun ajratdi. Qobil esa podasi oldiga bordi. U qo'ylarning ichidan eng semiz, sog'lom va eng sara qo'zichoqni tanlab oldi va uni Alloh taolo yo'lda qurbonlik qilish uchun taqdim etdi. Bu voqea biz uchun juda katta ibratdir. Alloh yo'lida bir narsa berayotganingizda eng yomonini emas, balki imkoniyatimizdan kelganicha eng yaxshisini taqdim etishga harakat qilishimiz kerak. Chunki inson o'zi uchun biror narsani tanlaganda doimo yaxshisini istaydi. Alloh uchun berishga kelganda esa ba'zan eng ortib qolganini yoki qadrsizini ajratishga moyil bo'ladi. Holbuki ibodatning qadrini belgilaydigan narsa uning tashqi ko'rinishi emas, balki qalbdagi ixlosdir. Qalbdagi ixlos va niyatdir. Aynan mana shu niyat Alloh huzurida qabul qilinadigan amal bilan rad etiladigan amal o'rtasidagi farqni yuzaga chiqaradi. Alloh taolo bandalarning qurbonligiga ham, odamlarning beradigan sadaqasiga ham muhtoj emas. U zot hech bir narsaga muhtoj emas. Bandalarning qilayotgan qurbonligi ham, sadaqasi ham oxir oqibat o'zining foydasi uchundir. Faqat o'zining foydasi uchun. Qurbonlikdagi qon ham, go'sht ham, suyak ham Allohga yetib bormaydi. Alloh taolo bandalarning qalbidagi ixlosiga, niyatiga va ibodatni qanday ado etayotganiga qaraydi. Shuning uchun ibodatning qabul bo'lishida uning tashqi ko'rinishidan ko'ra ichidagi samimiyat va taqvo muhimroqdir. Qobil va Qobilning voqeasida ham aynan shu haqiqat namoyon bo'ldi. Aslida Odam alayhissalom to'g'ri bilan noto'g'rini, farzandlarining holatini yaxshi bilar edilar, ammo ular bu voqea orqali farzandlariga ham, ulardan keyingi avlodlarga ham katta ibrat bo'lishini istadilar. Hukmni Alloh taoloning o'zi ayon qilishi uchun ularni qurbonlik qilishga buyurdilar. Qurbonlikning qabul qilingani yoki rad etilgani esa masalaga aniq yechim bo'ldi. Biroq Qobil bu hukmga bo'ysunmadi. Yer yuzida sodir bo'lgan ilk gunohlarning ildizi ham hasad va ota amriga itoatsizlikdan boshlandi. Qobil akasining fazilati va qurbonligining qabul qilinganini ko'ra olmadi. Hasad uning qalbini egallab nafsiga ergashdi va Qobilga albatta seni o'ldiraman dedi. Bu paytda insoniyat hali o'lim degan hodisani bilmasdi. Yer yuzida hech kim o'ldirilmagan, hech kim qasddan joniga qasd qilmagan edi. Shuning uchun o'ldirish degan tushuncha ular uchun mutlaqo notanish edi.
Qobil esa akasiga yomonlik bilan emas, yaxshilik va nasihat bilan javob berdi. U hasadning oqibatini tushuntirishga, uni bu fikrdan qaytarishga harakat qildi. Rivoyatlarda zikr qilinishicha, Qobil jismonan baquvvat, iymoni mustahkam va solih inson edi. Qobil esa taqvoda ham, quvvatda ham undan ortda qolardi. Shu sababli u Qobilga ochiqchasiga hujum qilishga jur'at eta olmasdi, chunki yuzma-yuz to'qnashuvda mag'lub bo'lishini bilardi. Kunlarning birida Qobil odatdagidek qo'ylarni boqish uchun yaylovga chiqadi. O'sha davr insoniyat tarixining boshlanishi bo'lgani uchun bugungidek tartib va vaqt hisoblari hali shakllanmagan edi. Qobil chorvasini boqib yurarkan, bir payt dam olish uchun boshini qo'yib uxlab qoldi. Qobilning odatdagi vaqtda qaytmaganini ko'rgan odam alayhissalom xavotirga tushdilar. Uni izlab borish uchun Qobilni yubordilar. Aynan mana shu safar insoniyat tarixidagi eng og'ir fojialardan birining boshlanishiga sabab bo'ldi. Qobil borib akasi Qobilni uxlab yotgan holda ko'rdi. U Qobilning o'zidan kuchliroq va taqvodorroq ekanini yaxshi bilardi. Ana shu paytda qalbidagi hasad yana jo'sh urdi va uni o'ldirishga qat'iy qaror qildi. Ammo bir muammo bor edi. O'sha davrda odamlar hali qurol aslahani bilishmas. Pichoq yoki shunga o'xshash vositalar ham yo'q edi. Hatto Qobilning o'zi ham insonni qanday o'ldirish mumkinligini bilmasdi. Insoniyat tarixida bunday jinoyat hali sodir bo'lmagandi. Ana shunda insonning azaliy dushmani shayton keldi. U aralashdi. Odam alayhissalom qanday qilib butun insoniyatning otasi bo'lsa, shayton ham insonlarni haq yo'ldan ozdirishga urinuvchi eng ashaddiy dushmandir. U insoniyatning boshidan to oxirigacha ularni gunoh va halokat sari boshlashni o'ziga maqsad qilib olgan. Bu yerda yana bir masalaga aniqlik kiritish lozim. Ibn Kasir va boshqa ulamolar ta'kidlagandek, jinlar ham xuddi insonlar kabi mo'min va kofirlarga bo'linadi. Ular orasida Allohga itoat qiladigan solih jinlar ham, kufrni tanlagan jinlar ham bor. Kofir bo'lgan jin shayton deb ataladi. Iblis ana shu shaytonlarning boshlig'i va otasi hisoblanadi. Biroq shuni unutmaslik kerakki, shaytonlar faqat jinlardan iborat emas. Qur'oni Karimda insonlar orasida ham shaytonlar borligi zikr qilingan. Ya'ni odamlar orasida ham boshqalarni gunohga, kufrga va zalolatga chorlaydigan kimsalar mavjud. Xuddi odam alayhissalom mo'min ham kofir ham bo'lgan barcha insonlarning otasi bo'lganidek, iblis ham jinlarning ajdodi hisoblanadi. Jinlar orasida ham mo'min va kofirlari bor. Odatda kofir jinlar iblisning yo'ldan borib yomonlikka moyil bo'ladilar. Inson esa asl fitrati bilan yaxshilik va tavhidga moyil qilib yaratilgan. Bu esa odam alayhissalomdan meros bo'lib kelgan pok fitratning bir ko'rinishidir. Shayton Qobilning oldiga kelib unga "Senga buni qanday qilishni ko'rsataman" dedi. Rivoyatlarda zikr qilinishicha, u katta bir toshni olib, uni Qobilning boshiga tashlashni o'rgatdi. Qobil ham shunday qildi va akasi Qobilni o'ldirdi. Shu tariqa insoniyat tarixida ilk qotillik sodir bo'ldi. Ammo Qobil bundan keyin nima qilishni bilmas edi, chunki odamlar hali o'limni ham, mayitni qanday dafn qilishni ham ko'rmagan edilar. Qur'oni Karimda Alloh taolo Qobilga bir qarg'ani yuborganini xabar beradi. Qarg'a yerni kavlab, o'likni qanday ko'mishni unga ko'rsatadi. Shundan keyin Qobil akasining jasadini dafn qildi. Ayrim tarixiy rivoyatlarda esa ikki qarg'a o'zaro olishgani va Qobil dafn qilishni shu voqea orqali o'rganganini zikr qilingan. Ibn Kasir va boshqa mufassirlar ham bu rivoyatlarni keltirganlar. Har holda Qobil jasadni ko'mishni qarg'adan o'rgandi va akasini yerga dafn qildi. Shu voqeadan boshlab insoniyat orasida gunoh va zulmning yana bir ko'rinishi qotillik yuzaga keldi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu voqeaning naqadar og'ir oqibatlarga ega ekanini quyidagi sahih hadis bilan bayon qilganlar. U zot sallallohu alayhi va sallam aytadilar: yer yuzida nohaq o'ldirilgan har bir jonning gunohidan odamning birinchi o'g'liga ham ulush bo'ladi, chunki u qotillik yo'lini birinchi bo'lib boshlab bergan. Bu Sahih Buxoriyda va Sahih Muslimda kelgan hadis. Tasavvur qiling. Insoniyat yaratilgandan buyon qancha begunoh odam o'ldirilgan bo'lsa, Qobil o'sha gunohlarning barchasidan ulush olmoqda. Chunki u bu yomon yo'lni birinchi bo'lib ochib bergan. Bu esa islomdagi muhim qoidadan dalolat beradi. Kim biror yomon ishni boshlab bersa, undan keyin o'sha ishni
undan keyin o'sha ishni qilganlarning gunohidan ham unga o'lish yozilib turadi. Tasavvur qiling, qiyomat kuni Alloh taolo huzurida ana shunday ulkan yuk bilan turish qanday dahshatli hol bo'ladi. Inson birgina gunohi uchun javob berishning o'zi naqadar og'ir ekanini o'ylab ko'rsin. Endi tasavvur qiling, asrlar davomida sodir bo'lgan har bir nohaq qotillikdan ham sizga ulush yozilib tursa, bu Qobilning gunohi naqadar og'ir ekanini ko'rsatadi, chunki bu insoniyat tarixida qotillik eshigini birinchi bo'lib ochgan edi. Xuddi shuningdek Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ummatlari orasida ham din ichida bid'atni boshlab bergan kishilarning holi shunday bo'ladi. Kim bid'atni boshlasa shunday bo'ladi. Kim islomda Qur'on va sunnatda bo'lmagan yangi bir amalni din nomidan joriy qilsa va odamlarni unga ergashtirsa, o'sha bid'atga amal qilgan har bir kishining gunohidan unga ham ulush yozilib boradi. Chunki u boshqalarga noto'g'ri yo'lni ko'rsatgan va uni yoyilishiga sababchi bo'lgan. Shu bois islomda faqat o'z amalimiz uchungina emas, balki boshqalarga qanday yo'l ko'rsatayotganimiz uchun ham javobgarmiz. Agar inson odamlarga yaxshilikni o'rgatsa va u yaxshilik davom etsa, uning savobi ham uzluksiz yozilib boradi. Aksincha, agar u gunoh yoki bid'atni tarqatsa, undan keyin shu ishni qilganlarning gunohidan ham unga ulush yetib borib turadi. Bu esa har bir musulmonni din masalasida nihoyatda ehtiyotkor bo'lishga undaydi. Yangi narsalarni din nomidan kiritish emas, balki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va sahobalarning yo'liga mahkam ergashish najotning yagona yo'lidir. Yagona yo'l. Odamlarni gunohga chorlaydigan kishilar ham bu borada jiddiy ogohlantirilgan. Kimdir boshqasini namozdan qaytarsa, hijobini masxara qilsa yoki harom ishlarni turli bahonalar bilan oqlashga urinib, din hukmlarini yengil ko'rsatsa, u nafaqat o'z gunohini, balki o'zga ergashganlarning gunohidan ham ulush oladi, chunki u boshqalarga yomon yo'lni ko'rsatgan va gunohning tarqalishiga sababchi bo'lgan. Shuning uchun Qobil va Qobil qissasi biz uchun katta ibratdir. Inson o'z gunohining oqibati faqat o'zi bilan cheklanib qolmay, boshqalarga ham ta'sir qilishi mumkinligini unutmasligi lozim. Rivoyatlarda kelishicha, zikr qilinishicha, Qobilning o'ldirilgani haqida Havvo alayhissalomga xabar berilganda u o'ldirildi degani nima deb so'ragan. Bu insoniyatning dastlabki avlodlari qanchalik sodda va pok hayot kechirganini ko'rsatadi, chunki ular hali o'lim va qotillik kabi hodisalarga duch kelmagan edilar. Shunda unga endi u ovqat yemaydi, ichmaydi va harakat qilmaydi deb tushuntirishgan. Buni eshitgan Havvo alayhissalom yig'lab yuborganlar. Insoniyat tarixidagi ilk musibat ana shunday boshlangan. Odam alayhissalom bilan Nuh alayhissalom orasida 10 ta avlod yashagan. Bu mavzuning tafsilotlariga hozir to'xtalib o'tirmaymiz, chunki bu yerda uni faqat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning nasablari bilan bog'liq jihati sababli qisqacha eslab o'tmoqdamiz. Bu 10 avlodning eng muhim xususiyatlaridan biri shuki, ular orasida hali shirk paydo bo'lmagandi. To'g'ri, ayrim gunohlar yuzaga kelgan, ammo Allohga shirk keltirish hali insoniyat orasiga kirib kelmagan edi. Barcha insonlar tavhid aqidasida bo'lib, yolg'iz Allohga ibodat qilar edilar. Vaqt o'tishi bilan Odam alayhissalom vafot etdilar. Oradan yillar o'tib, u zotning farzandlari va keyingi avlodlardan ham ko'plab kishilar dunyodan ko'z yumdilar. Ularning orasida nihoyatda solih va taqvodor insonlar bor edi. Jumladan Vat, Suvo, Yag'uz, Yauq va Nasr ana shular solih kishilardan edilar. Ular o'z zamonasida taqvosi, ibodati va ezgu amallari bilan insonlar orasida yaxshi nom qozongan edilar. Bu 5 kishi haqida ulamolar o'rtasida ayrim tafsilotlarda ixtilof mavjud. Ba'zi olimlar ularni Odam alayhissalomning bevosita farzandlari bo'lgan degan bo'lsalar, boshqalari ularni keyingi avlodlardan chiqqan solih kishilar deb hisoblaganlar. Bu masalada qat'iy dalil mavjud emas, ammo ularning solih va taqvodor insonlar bo'lganida hech qanday shubha yo'q. Ularning ismlari Qur'oni Karimda ham zikr qilingan. Ibn Abbos roziyallohu anhudan rivoyat qilinishicha, Vat, Suvo, Yag'uz, Yauq va Nasr Nuh alayhissalom qavmidagi solih kishilar edilar. Ular vafot etganlaridan so'ng shayton odamlarga ularning haykallarini yasashni vasvasa qildi. Avvaliga bu haykallarga ibodat qilinmadi, biroq vaqt o'tib ilm yo'qolgach, keyingi avlodlar ularga sig'ina boshladi.
Bu Sahih Buxoriyda keltirilgan kitobning tafsirida, Nuh surasining tafsirida keltirilgan hadisdir. Shayton odamlarga bu solih kishilar sizlarni doimo yaxshilikka undar, Allohni eslatib turar edilar. Endi ular vafot etdilar. Ularning o'rniga sizlarga kim nasihat qiladi, kim sizlarga ularning solih hayotini eslatadi deb vasvasa qildi. So'ngra u yana bir hiyla ishlatdi. Kelinglar, ularning suratlari va haykallarini yasang. Majlislaringizda ularga qarab o'tirasiz. Ularning ibodati va taqvosi yodingizga tushib, siz ham yaxshilikka rag'batlanasiz dedi. Odamlar buni dastlab faqat eslatma va xotira sifatida qabul qildilar, ammo aynan shu ish keyinchalik insoniyat tarixidagi ilk shirkning paydo bo'lishiga sabab bo'ldi. Iblis o'sha davrdagi qo'llagan hiylasini bugun ham qo'llamoqda. Bugun ham ba'zi insonlar duo qilishdan oldin ustozining yo shayxining suratiga qarab oladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham, sahobalar ham, 4 imomdan birortasi ham buni bizga o'rgatmagan. Bu iblisning ta'limidir. Bu iblisning ta'limidir, bu iblisning yo'lidir. Shuningdek, bugun ayrim joylarda qabrlar ustiga baland gumbaz va maqbaralar qurilib, u yerlarni barakali deb e'tiqod qilish hollari ham uchraydi. Bunday ishlar avvaliga solih kishilarni eslash niyati bilan boshlangan bo'lsa-da, aynan shu yo'l bilan shirk insoniyat orasiga kirib kelgan. Shu sababli ibodat va e'tiqod masalalarida faqat Qur'on va sahih sunnatga ergashish lozim. Bugungi kunda ham ayrim musulmon yurtlarida qabrlarni haddan tashqari ulug'lash amallari bajariladi. Bu esa odamlarni tavhid ruhidan uzoqlashtiradigan omillardan biridir. Agar qabr egasi haqiqatdan ham solih inson bo'lgan taqdirda ham uni islom belgilamagan tarzda ulug'lash joiz emas. Chunki shirkning boshlanishi ham aynan solih kishilarni eslab turish bahonasi bilan boshlangan edi. Shayton avval odamlarga ularning suratlarini yasang, majlislaringizga qo'ying, shunda ularni eslab turasizlar deb vasvasa qilgan. Keyinchalik esa bu ishni yanada kengaytirib, suratlarni uylariga ham osishni odat qildirdi. Natijada odamlar asta-sekin bu tasvirlarga va ularning egalariga haddan tashqari bog'lanib qoldilar. Shuning uchun islom ibodat va e'tiqod masalalarida faqat Qur'on va sunnat ko'rsatgan yo'ldan borishni buyuradi, hamda solih kishilarni ulug'lash hamda chegaradan oshishdan ogohlantiradi. Ayrim kishilar o'zlari hurmat qiladigan shayx yoki solih insonlarning suratlarini uylariga osib qo'yganlar. Hozir ham, holbuki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uy ichida jonli mavjudotlarning tasvirlarini osishni man qilganlar. Shunga qaramay ba'zilar u oddiy inson emas, avliyo edi. Shuning uchun buning zarari yo'q deb bu ishni oqlashga urinadilar. Ammo aynan mana shunday bahonalar bilan avvalgi ummatlar ham asta-sekin shirk sari og'ib ketgan edilar. Shu davrgacha insoniyat orasiga hali rasul yuborilmagandi. Faqat nabiylar kelgan edi. Ulamolar bu ikki tushuncha tafsilotida ayrim ixtiloflarni zikr qilgan bo'lsalar-da, mashhur ta'rifga ko'ra, nabiy Allohning vahiyini qabul qilib, odamlarni mavjud shariat asosida hidoyatga chaqiradi. Rasul esa yangi shariat yoki avvalgi shariatni yangilovchi ilohiy risolat bilan yuboriladi. O'sha paytda rasul yuborilishiga ehtiyoj yo'q edi, chunki insonlarning barchasi tavhid va islom ustida yashar edilar. Odam alayhissalom ularga Allohning hukmlarini yetkazgan. Ular esa shu ko'rsatmalarga amal qilib kelganlar. To'g'ri, ayrim gunohlar sodir bo'lgan, ammo hali insoniyat orasida shirk yo'q edi. Shuning uchun yangi risolatga zarurat tug'ilmagan edi. Biroq odamlar orasida shirk tarqala boshlagach, insoniyatni yana tavhidga qaytarish uchun Alloh taolo ularga rasul yubordi. Bu voqeada biz uchun muhim bir ibrat bor. Shirk birdaniga paydo bo'lmagan, balki solih kishilarni haddan tashqari ulug'lash va din nomidan asossiz amallarni kiritish oqibatida asta-sekin insonlar orasiga kirib kelgan. Demak, Odam alayhissalom davridan boshlab shu paytgacha hali shirk yo'q edi. Keyin iblis ular orasiga shirkni olib kirdi. Shunda Alloh subhanahu va taolo rasullarni yubordi. Payg'ambarlarni. Qissaning davomini keyingi darsimizga qoldiramiz.